Qingda dadang turibdi. Duxingni berma qizim, xo'ppa. Ay, jiyanim qizim. Voy tavba, o'zi to'rtta shirog'ani ketyapmiz. Qizini urishga jo'natayotgandek xayrlashishini qarasiz. Birantasiga kuching yetmasa tosh bilan soq, hamma. Davay. Nima qilamiz? Avtobusda ketamizmi? Yo'q, oyog'im og'rib qoladi. Hozir taksi chaqiraman, komfortidan. Yo'q tavba, qaydan quyosh chiqdi? Aka, sho'rpamidan nechi puldan? Qornim yomon chiqib ketdi-da. Ikkitagina prashka biringni sanmikin? Yo'q, urishib tashlaydi-da. Inajonisi qoningizam ham toza chiqib ketgandir. Juring avval sizga 4 siqilin shashlik gapiraman. Chista qo'yanchiq odam qanday mana menga eshakdek bo'lib qoldi ekan? Yo kimdir sovuq qildimikan? Ukajon Jerjanga rashk kampit yarim kilo sho'rdanak berib yuboring. Bo'ldi aka, alundan ham bir shita sovoraymi? Chakkinga qo'yib yuboraymi? Yo, постоянно aroq ichedingiz-ku aka. Ya avval ichgan bo'lsam ahmoq bo'lganman. Hozir oshirib yedim-ki, просто chesnak bilan piyoz yeganman. Yaqingacha aroqni ichiga kirib yotadigan, yangi yilni aroqni ichida dumalab kutib oladigan odamga junurdimikan? Yo, prankmisiz? Voy, inajonisi menga erga pipsiga ustiga jarqlab kiyim kiymagansiz. Juring sizga boshiga sarpa abiraman. Dada! Kızım, açyanım. Mana senga. Mana ortgan pul kerakni ishlatasan. Kerak emas, qo'shaman turib menga sujunonlik qilmang. Bittasini tomog'an sizda, sizni betib o'zgartirib qo'ygan oyimchiki. Meni o'zgartirgan oyimcha mana. Nima? Qizingga o'zingga o'xshagan kuyov uchraydi deyshadi. O'ylab qarasam, eski o'zimga o'xshagan odam kuyovim bo'lsa, chidolmas ekanman. Sen ham birovni aziz qizisan. Qizimga nimani ravo ko'rsam, senga ham xuddi shunaqa er bo'lmoqchiman. Otalar qizini qanday yashashini xohlasa, xotinini ham xuddi shunday yashatish kerak deganlar bitta like bosib qo'yamiz.